Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun telefonimizdagi keraksiz bo'lgan programmalar qaysi ekanligini bilib olamiz. Hozir bu narsani sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qaysi programmalar telefonga kerak, qaysi programmalar telefonga umuman keraksiz. O'zi nima uchun bu programmalar biz telefonimizda turibdi? Shunaqa savollarga qisqacha javob berishga harakat qilaman. Xo'p, bunun uchun biz nastroykaga kirib olamizda, приложениyaga bosib olamiz. Bu yerdan hamma programmalarimizni chiqaramiz. Приложение programma shu bitta narsa. Birda programma deyman, birda приложение deyman, ikkalasi bitta narsa. Xo'p, bu yerda Avito, bloknot, galereya, diktafon. Bular meni o'zimning kerakli programmalarim. Google Disk bu menga kerak emas. Buni udalib qo'yishsiz bo'ladi. Sizga ham kerak emas bo'lsa kerak. Dispetcher faylov kerak, kalendar bor Google'dagi. Bu ham kerak emas. Chunki telefonning o'zining ichida kalendari bor. Bu yoqda karta bor, karta kerak, kalkulyator kerak, kamera kerak, kompas kerak, kontakt kerak. Keyin e'tibor bering, mana shu meni telefonim Texno telefoni, bu magazin bor, qanaqadir. Play Store, u o'sha App Store, Play Maxga o'xshagan narsa, u Texnoniki o'ziniki bo'lishi kerak. Bu mana shu narsani o'chirib qo'yganman, отключение degan yozib turibdi. O'shanga qaramasdan ishlayapti, menga reklama ko'rsatib, pamiyatimni yeyapti bekordan bekorga. Keyin nastroyki bor, переводчик bor, bular ikkalasi kerak. Pagoda bor undan keyin. O'sha ob-havo telefonning o'zining ichida kelgan ob-havosi. Bizda joylarga eng yaxshi ob-havo Play Marketdan Yandex ob-havoni skachat qilsangiz, o'sha ob-havo to'g'risini ko'rsatadi. Bu ob-havoni ham o'chirib tashlaymiz. Распознавание и синтез речи. Bu Google'dagi, o'sha Google o'zining servislarini hammasini tiqib tashlagan telefonlar ichiga. Bu ham bizga umuman bir tiyinga keraksiz bo'lgan o'shanaqa programma hisoblanadi. Bemalol qo'rqmasdan udalib tashlasak bo'ladi. Servis Google Play kerak, Smart Panel kerak, сообщение kerak. Keyin специальный возможности degan programmamiz bor. U telefonning nastroykasining ichida bo'ladi. Bu o'sha imkoniyat cheklangan insonlar uchun kerak bo'ladigan funksiya hisoblanadi. Bizga bu kerak yo'q. Biz xotiramizda joyida band turibdi. Keyin standartniy zastavka telefon, File Manager Plus bor. Soat, keyin Aha Games deb yozib qo'yib. Bu ham mana shu Play Store o'xshagan bir keraksiz programma hisoblanadi. Buni ham bemalol qo'rqmasdan taqib tashlasak bo'ladi. Faqatgina sizning joningizga tegib, g'ashingizga tegib, reklama chiqarishga xizmat qiladigan programmalarga kiradi bu ham. AliExpress kerak, Android sistem kerak, keyin Carl Care degan programma bor. Ofitsialniy servis remont haqida bu programma. Bu telefon eskiligi uchun menga kerak emas. Taqib tashlasak bo'ladi. ChatGPT kerak, Chrome kerak, Notepad kerak, DeepSeek. Chetga kelganda galereya bor Google'dan. Bu ham xuddi shunaqa fotolar tursa ham shu Google bilan sinxronizatsiya qilib turib, sizdan ko'proq ma'lumot yig'ishga xizmat qiladigan programma hisoblanadi. Buni ham udalib qo'ysak bo'ladi. Keyin Gmail bor, pochta bor, kerak. Gold Live kerakli bunaqa programma. Keyin Google Assistant Go bor. O'sha Google'dagi ovozli boshqarishga kiradi. Buncha ishlatmayman, kerak yo'q bu narsani. Google Go bor, kerak emas. Bemalol udalib qo'ysangiz bo'ladi. Google Partner bor, setup bor, keraksiz funksiya. Umuman siz ishlatmaysiz bu narsani. Google Play kerak, Google TV hech kimga kerak emas. Bu Meet'da ham udalib siz bo'ladi bemalol, chunki hamma Telegramda gaplashadi, Imoda gaplashadi, WhatsAppda gaplashadi, Meet hech kimga kerak emas. Keyin Meta App Installer bor, keyin Meta App Manager bor. Bu ikkalasi Facebook uchun xizmat qiladigan programmachilar hisoblanadi. Bularni ham bemalol udalib tashlasangiz bo'ladi. Keyin bu yoqda Music FX bor, OLX bor, Phone Master bor. Endi inglizcham uchun xafa bo'lmaysizlar, men unaqa inglizchani yaxshi gapiraman. Pinterest bor, keyin bular men o'zimning programmalar hisoblanadi. Sim Menu, Televizor, Xshare bor ekan, shu yerda Shareitga o'xshagan bu programma hisoblanadi. Bu ham menga kerak emas. Umuman ishlatmayman, sizlar ham ishlatmasalaring kerak menimcha. Keyin bu yoqda YouTube Music bor. YouTube Musicni ham hech kim ishlatmaydi. Xuddi mana shu programmalar, e'tibor bergan bo'lsalaring, 20 ta oshiq yo 20 ta yetar etmas programma sanaladi. Mana shu programmalarni hech kim bir marta ham ishlatmasa kerak men o'ylashim bo'yicha. Hali buni yana o'sha kompyuterga ulagan vaqtimizda programmamizga hali bu yoqdan ham chiqmaydigan programmalar bor. Ichida ular imенно o'sha reklamani sizning telefoningizga nastroyka qilib berish uchun. Sizning telefoningizdagi analitikani olib turib, sizda nimaga qiziqyapsiz, siz qaysi programmalardan foydalanyapsiz, nimalarga ko'proq kiryapsiz, nima ishlar qilyapsiz, nimalarga qiziqyapsiz, o'sha narsalarni o'rganadigan programmachilar bor. Udalib qilamiz hammasini, keyin telefoningiz zo'r ishlashni boshlaydi. Xo'p, hammasi bo'lib turib, mana 24 ta keraksiz programmalar udalib tashladik. Bunchalik keraksiz programmalar, bundan tashqari sistemaga qo'yilgan reklamani ko'rsatish uchun xizmat qiladigan programmalar mavjud. Bo'ldi, mana telefon endi 24 ta keraksiz programmadan xoli bo'lgan holda ishlaydi. E'tibor bersalaring, hammasi 220 ta ko'rsatyapti. Udalib qilingandan tashqari. Telefonda agar ko'rgan bo'lsalaring, hamma programmani chiqarganimda 71 ta programmani chiqarib bergan. Bu degani telefonda ko'rinmaydigan programmalar ham mavjud. Xuddi o'sha narsani kompyuterdagi programma ko'radi va udalib tashlaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefonlaringni tezlashtirib, o'sha qotib qolgan eski bo'lsa ham telefonlaringni tezlashtirib, yaxshi ishlatsa bo'ladigan qilib to'g'rilab beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.